aka 6 o'g'il sog'di. Havoni qarang, bu cho'lda vashshe boshqacha ularga. Tursak Zaporojye tomon qarang aka. Qirg'iz, orqa tomonda Qirg'iziston, bu tomonda Rossiya, bu tomonda O'zbekiston. O'rtaga olishib olganda biz mashinani zashta qilib, himoya qilibdi, bilmayman. O'zbek akalarimiz ham Namanganda yo'lga chiqishdi. Aka nechanchi kun bugun? Bir sutkada O'zbekistondan Irgizga yetib keldik-da hozir. Bir sutkada? Moskvaga qarab ketyaptik hozir. Mana passajirlar bilan birga. Aka charchamay kelyapsizlarmi? Tuzingizlar? Gap so'z yo'q. Aka bir kunda qiyin emasmi? Hozir yozish beradi, bir kun 140 kelyapti. Hali 4-kuni. Irgizga bir sutka normal. Dashki yo'lda qancha 5 soat 6 soat uxladik ham. 5-6 soat uxlab keldik. Bu Namangan. Lekin qoyil aka. Trassa oz qoldi bu yoqqa yana. 500 qoldi Gransigacha. Hozir bitta hoppi desa yetib olamiz. Hozir chiroyli. Xudo xolasa. Men uyquchi ukalarim bor, uxlab ketdi, ishlarim ham. Shu uxlaydigan odamlar shopirga ziyoni tegadi baribir, qanday edi? Bular ham shopir uyqusi keltirib yuboradi, bular ham bor. Bular shopirga ancha gapirib ketmasa uxlab qoladi, chapyor ham bor. Shunda uyquni bari yuk tortadi deydi-yu. Uyquni yuk tortadi. Shunaqa gaplar akalar. Yaxshi, qiynalmaydi, zo'r hammasi. Yo'lga chiqayotganda ehtiyot bo'lib yuringlar, uyqu kelganda uxlab. Ammo paddeshga zo'r ekan aka yo'lda. Yo'lda hamma o'z beli bir-biriga beradi paddeshkani. Endi qanaqa bu ilgaritdan qatnab yurgan bolalar bir-biriga paddeshga beradi. Men yangi shopirlar yoningizdan bosib o'tib ketadi. Ular nima qilmaydi, yordam bermaydi uncha.